dam solaman. Qizlar ham vulkanizatsiyada ishlayaptimi deyman, dam solaman deydi. Rais, men blogerman-ku, trend tovaman. Shu blogerlarga maslahatim, qish bekarchilik kommentariy ko'payadi. Yaxshi narsa qilishga. Dam solguncha borib qozonga yog' solib, ovqat qil. Voy, ko'tarilmadi, o'qib qo'ydim 3 million. Yana onlayn qimor o'ynayapsanmi? Futbolga ham pul tikasan, basketbolga ham pul tikasan. Bittani ko'pkari bilan nozim eri xotin urushsa pul tikmayapsan xolos. Dadang senlarni baqaman deb itarilib yotibdi. Pul yo'qol qo'yog'i, ko'zimga ko'rinma. Bu mahallani obod qilguncha o'zim o'tib ketmasam bo'ldi-da. O'sha Rahimni bolasi dadasidan bekitib nos yashiryaptimi deyman-da. Orqasida militsiya ham kelyaptimi? Cho'ta nosga o'xshamayapti-ku. Komandir, nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Bu bola giyohvandlik vositasi hamda psixodrop moddalarni sotayotganda qo'lga olindi. Bolamni qo'yib Shoshma. Men senga necha marta aytdim, Rahim bolani nazoratga ol dedim. Pul topaman deb yuraverma, to'qlikka sho'xlik qilmasin dedim. Senga shu narsa kerakmidi bolam? Ota-onangni qara orqangdan yig'lab qoldi. Umringni ham xazon qilding. Qanchadan qancha odamlarni uyini ham kuydirgandirsan. Mahallani ham sharmanda qilding. Mahallani ham ampammani chiqib ketdi. Nechinchi yilsa? 2006. 2006? Nima sigaret chekyapsan? Ozgina muammolarim, problemalarim bor edi. O'shani hal qilish uchun chekaman-da, rais bu. Mashina cheksak problema hal bo'ladimi? Qani? Meni ham problemalarim bor-da. Mahalla obod bo'lib ketdi. Kreditlarim to'landi. Qo'y yog'imda to'lanadimi? Qo'y yog'imda problema hal bo'ladi. Ha, Komil. Yes. Bu dadasi kech bo'lganda qayerga ketyapsiz? Ereni ammasiniki ketyapman. Komilni yerini haydab bering. Aqshda balo bormi yer haydab? Qor yog'maganiga Komil karam ekaman deyapti. Haydab ber yerimni deyapti. Juppa-jup qilib bor, o'tir ko'zingga laymi o'yla. Poponam hozir kelaman. To'cha sharmanda qilma. Yer haydasang, kuz hayda. Kuz haydamasang 31-dekabr kuni hayda. Jon opa, mendan nima xohlaysiz? Atalam chiqib qoldi, meni qo'rqitmang. Qanaqa opa, xotiningizman, sizga ovqat olib keldi. Ko'zing go'lamay o'rgar, basharangga nima surib olding? Ertaga dugonalarim bilan o'tirishimiz bor, shunga cho'rni maska qilib oldim. Bo'pti, ovqat olib kelishga olib kelsa, endi bitta ishdan ham olib kel. Bu ho'jay muzlayapti. Biz o'zbeklar replarimiz, rep bo'lmasak ham sheplarimiz. Opa yarim kechasi sut qo'torda nima qilyapti? Ukat qabriston mahallaga tashab qo'ying, tabog'im bo'g'ilib qolgan. O'tiring, xola, o'tiring. Assalomu alaykum, xola. Va alaykum assalom. Rushni tushirmabman. Bismillahirrohmanirrohim. Ukat ishlayman. Jon opa, iltimos tushun, men yo'nalishim o'zgarib qoldi. Men boshqa taraf bilan ketadigan bo'lib qoldim. Uka, mahallamga olib borib qo'ying. Tushing opa, iltimos tushing. Tushing. Jon opa, meni nimaga qo'rqitaveryapsiz? Atalam chiqib qoldi, mendan nima xohlaysiz? Befarosat buni eshigi etagimda qisib qoldi. To'xta desa to'xtamaysan. Xullas bitta o'rtog'im mashinada ketayotsa, orqadan nimadir tiqir qilibdi-da. Yo'q. Shuni orqaga qarasa, bog' nimadir turgani işte. Yo'q. Bolani yuragi yorilib
Paq yorilib ketdi. Qo'rqitishma, vahimani uyasizlar. Bo'pti, men ana chakalazordan ketaman, odamni yuragini tushir. Nima kerak? Qo'rqma. Orqadan nimadir tiqir-tiqir qildi-da. Orqaga shundoq qaragan ekan. Oppoq nimadir turgan ekan. Orqaga qaraverma. Mendan ketib sen qayerlarda yuribsan? Biz o'zbeklar replarimiz. Chumiyani chachvoramiz. Deb aytishni. Zaytlaringning jilosidan ko'nglim to'lar soching tolisidan